Payg'ambar alayhissalom zamonlarida yomg'ir yog'magani uchun kelib payg'ambarlar duo so'ragan ekanlar. Ya Rasululloh duo qiling. Yomg'ir yog'sin deganda duo qilganlarda albatta yomg'ir yoqqan ekan. Albatta mana bizning zamonimizda ham mana payg'ambar alayhissalom zamonlarida jamoatni olib chiqib namozlarda yomg'ir so'rash duosi bor. Bu namozi bor. Shu namozni 2 rakat o'qishlik sunnat. Shuning uchun mana shu payg'ambar alayhissalomning muborak hadislariga binoan 2 rakat juma namozi o'qigandan sunnatni o'qib bo'lganingizdan keyin 2 rakat jamoat bilan xuddi juma namozi o'qigandik. Xudo xolasa yomg'ir namozini, istisqo namozini o'qiymiz. Istisqo degani